Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Shavval oyining 6 kunlik ro'zasi haqida hamda hamma viloyatlar uchun ro'za vaqtlari, og'iz ochish, og'iz yopish duolari bilan batafsil gaplashib o'tamiz. Diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Ramazon ro'zasini tutib, so'ngra unga Shavval oyidan 6 kun ro'za qo'shsa, go'yo 1 yil ro'za tutgandek bo'lur dedilar. Imom Muslim rivoyati. Mazkur hadisdan ma'lum bo'ladiki, Ramazon ro'zasini tutib, Shavval oyida ham 6 kun ro'za tutgan inson yil davomida ro'zador bo'lganining ajrini olar ekan. Shavval oyi 2025-yilning 31-mart sanasidan 28-aprel sanasigacha davom etadi. Ya'ni siz ushbu 6 kunlik ro'zani shu oy ichida tutib bersangiz bo'ldi. Masalan, aprel oyining 26-sanasigacha tutib bersangiz bo'ldi. Ro'za qanday tutiladi? Ketma-ket tutiladimi? degan masala bo'lsa, xohlasangiz ketma-ket tuting, dushanba, seshanba, chorshanba va hokazo. Yoki 6 kun ketma-ket tutib bersangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz bir haftada 2 marta tutib bersangiz ham bo'ladi. Masalan, dushanba yoki payshanba kunlari ham tutsangiz bo'ladi. Yoki 3 kun. Asosiysi shu oyning ichida 6 kun ro'za tutib bersangiz bo'ldi. Xohlasangiz ketma-ket, xohlasangiz dushanba, payshanba tuting. Shavval oyining ro'zasini maxsus niyati yo'q. Alloh roziligi uchun Shavval oyining nafl ro'zasini tutishni niyat qildim deb niyat qilsangiz bo'ldi. Og'iz ochayotganda ham o'zingizning qalbingizdagi niyatlar bilan og'iz ochsangiz bo'ladi. Ushbu jadvalimizda Shavval oyining og'iz yopish va og'iz ochish vaqtlari keltirilgan. 2025-yil uchun. Diqqat qiling, bu Toshkent vaqti bilan tuzilgan. Ehtiyotkorlikni inobatga olgan holda 15-20 daqiqa oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Chunki vaqtlar 1 yil oldin tuzilganligi va shaharlarning har xil joylarida vaqtlar farq qilishi mumkin. Og'iz ochayotganda ham haqiqatdan shom namozi bo'ldimi? Buni aniqlashtirib og'iz ochish tavsiya etiladi. Eslatib o'taman, ushbu jadvaldagi vaqtlar Toshkent vaqti bilan tuzilgan. Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi. Bunda ham vaqtlarni hisoblayotganda aniqlik bilan hisoblash tavsiya etiladi. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ulashishni unutmang.